İkinci söhbət xatirəsi. Ayal yazğıçının qalb sözü. Sual. Siz ötken bir neçə yılda elan qılğan ən güzel xatirə bizmi ata bolu bolimiz, qumluqның düşü qatarlıq xeyli köp əsərləriniz bilan alayida təsir qozğan ediniz. Biroq hazır kitapxanalaringizning ciddi təşnalıqını vaqtida qandıra almayotganda qilasiz. Bunun ma'lum sabablari bormi qandaq? Cavab. Hazır yılığa bir-iki parça povest yoki hikoya e'lon qilyapman. Kitapxonlarning talabidan aytganda bu surat asta bo'lishi mumkin. Lekin o'zim unda qaramayman. Chunki birinchidan men kasbiy yozuvchi emas. Yana kelib xizmati intayin aldirash bo'ladigan o'rinda, yezxonada ishlayman. İşxonada 8 saat ishlab, herib, charchab uyga qaytgandan keyin uy ishlarining huddasidan chiqadigan gap. Ba'zida mehmon kutish yoki boshqa ushaq-tushak ishlar tufaylidan xeyli kunlargacha qo'limga qalam ola olmayman. Demak, men odatda oqshimi, ba'zida kechalab yozaman. Shu sababdan ijodiy emgak menga shu qadar mushaqqatli ish bo'lib qo'yiladi. Lekin yazmay ilojim yo'q. Vaqt soati kelganda içimden qaynab chiqadigan qandaqdir bir kuch meni jim turg'izmaydi. Ikkinchidan, yozuvchi uchun yezish zarur bo'lganiga o'xshash bir mazgil jim bo'lib kelishmi zarur. Chunki adabiy ijodiyat hargizmi kelmas to'qib zo'm-zo qurashtiradigan narsa emas. Ijodiyat ham materiallari yana turmush ta'sirotlarining yozuvchi qalbida o'zlashtirilishi, shallanib tartibga selinish, yangi fikr, hissiyot, badiiy mahoratlar bilan yo'g'rilib, mukammal, ko'p qatlamliq, qaysi tarafidan qarsa ahamiyatli ham jonliq bir san'at bo'yimi qilib ishlab chiqarilishiga qadar bo'lgan oraliq unchavala qisqa jarayon emas. Bo'libmi cho'ng muhim temalar texmi shunda. Uning ustiga bir mazgil jim bo'lib edish yozuvchining yangi asarlar, yangi kuchurlar, o'zgarishchan turmush realligi bilan bilimlarni to'liqlashi, o'zining ijodiyat yo'li va usulidagi tajriba savoqlarni yakunlashi uning izlanishiga foydali. Kitapxonlarimiz yozuvchi biror 2 yil bir narsa e'lon qilmasa, falonchimi tugashdi degan aran turadi. Bu ilmiy pozitsiya emas. Demoqchimanki, yozuvchining jimjitligi haqiqiy ma'nodagi jimjitlik emas. U faqat texmi sifatli yangi asarlarning dunyoga kelish oldidagi zarur bo'lgan ishki tayyorlik bosqichidir. Bu bosqich zarur tepilganda necha 10 yil jarayonni o'z ichiga elishi mumkin. Savol. Bozor egriki sharoitida biz hammamiz hech qachon his qilib baxmagan iqtisodiy besimga duch kelyapmiz. Bu hol sizning ijodiyat xohishingizga ma'lum ta'sir ko'rsatdimi yo'q? Javob. Bozor egriki yozuvchilarning oldiga nurg'un yangi masalalarni qo'ydi. Biroq oldi bilan shuni muayyanlashtirish kerakki, u rahimsizlik bilan yozuvchi va adabiyotning ilgari haddidan ortiq ko'ptirib etilgan o'rnini o'zgartdi. Adabiyot hozir kishilarning hozirlanishi, nazar doirasini kengaytirishi, ko'ngil echishi, bilim elishi, o'z-o'zini tonishi, shundaqla ruhiy dunyosini uzuksiz mukammallashtirishi uchun atrofliq xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bozor egrikining qonuniyati yozuvchilardan o'zgarishchan reallikqa, bo'libmi odamlarga texib yiqilishni, yangi uslub, yangi fikr asosida kishilarning yurak torini titratgudak esil asarlarni maydonga keltirishni talab qildi. Endi asar kitapxonlarga yaramasa amal yo'q bo'ldi. Demak, yozuvchilar ijodiyatda muhim sinoqqa duch keldi. Yana bir tarafdan asarga qo'yilgan talabning kuchayishi, qalam haqqining tuvan bo'lishi va qimmat qarshidagi o'zgarishlar ilgari pul uchun, nom obro'y uchun yozadigan xeyli ko'p kishilarning adabiyotdan tasdirdi.
adabiyot qo'shuni ixchamlashdi, xillashdi. Bu yaxshi ish albatta. Halbuki biz bir ikki parcha she'r yozib baqqan kishilar yoki umrida bir ikki parcha hikoya, nasr yoza olgan kishilarning hammasini shoir, yozuvchi deb atadi. Yoki ular o'zlarini shundoq atab bilishadi. Amaliyotda bir millatning haqiqiy yozuvchi shoirlari sanoqli bo'ladi. Bo'libmi bizdek millat uchun texnik shunday. Shaxsan o'zimni olsam, azaldan ijodiyatda pulni bak muhim o'ringa qo'yib olmaydi. Balkim turoqliq maoshim bo'lg'ash shundoq bo'lsa kerak. Umuman men pul uchun yoki bir mazgillik dog'dug'a qo'zg'ash uchun o'z adabiyot istekim va e'tiqodimni qurbon qilib ketishni xohlamayman. Savol. Siz real masalalarni tez bayqashga mahir ekansiz. Zaharlik chekimlikka qarshi hech qanday asar e'lon qilinmagan sharoitda siz tunji bo'lib qori ko'p yaqqan qish nomli asaringizni e'lon qildingiz. Sizning bu asarni yozishingizga nima turtki bo'lgan? Bu asardagi personajlarning ma'lum prototiplari bormi? Javob. Yozuvchi real masalalarni bayqashga, uni asarlarda aks ettirishga ahamiyat berish kerak. Biroq aldirang'ulik bilan ma'lum bir masalani aks ettirish uchunla asar yozishga bo'lmaydi. Chunki yuqorida aytilgandek, turmush ta'sirotining mukammal adabiy asar bo'lib chiqishi uchun cho'qim muayyan jarayon, bevosita ham cho'nqur ta'sirot turmush realligiga, adabiy ijodiyat qonuniyatiga uyg'un bo'lgan ijodiyat jarayoni kerak. Cho'qim ma'vu temada yozaman deb oldin tema belgilab olingan asarni ko'pincha hollarda yaxshi yozib chiqib bo'lmaydi. Bu haqda men cho'nqur saboqqa ega. Men u asarni yozuvchi ma'lum bir emgak bilan o'zgartish o'rniga berib, G'uljidan elib kelingan bir necha qiz bilan paranglashdim. Ular bir-birsidan chiroyli, aqlli ekan. Turli sabablar tufaylidan shu vaqtlarda G'uljida ko'plab ichilgan qahvaxonalarga kirib qopdi. Shu jarayonda ba'zi iptini setish, heroin chekishdek yo'llarga menatdi. Men ulardan anglaganlarimni to'qilma aralashtirish, qurashtirish, pishiqlab ishlash orqali qor ko'p yaqqan qishni yezib chiqdim. Hozir o'ylasam, u asarning kamtik tarafini bargan sari cho'nqir his qilyapman. Uningdagi kamtiklik asosan bevosita ta'sirot va cho'nqur hissiyotning kamligidir. U chog'larda heroin va uning zihni to'g'risidagi tushuncham, ko'rgan bilgan anglaganlarim hozirqadek ko'p emas edi. Uningga bo'lgan nafrat, yoshlarimizning ahvoliga bo'lgan ichinish, qayg'urish hozirqadek cho'nqir emas edi. Shunga aldirabli yozilgan bu asarga to'qilma va subyektiv qiyos ko'proq aralashib qoldi. Gerçi ma'lum muvaffaqiyatli chiqqan taraflari bo'lsin, umuman olganda chin, ishonarlik ham ta'sirli chiqmay qoldi. Bu mening ijodiyat yo'limdagi bir saboq. Quyoshim kirib ketdi mana. Davomlashtirib o'qib beray. Savol. Siz ayollar huquqiy masalasini asarlaringizda ifodalab baqdingizmi? Javob. Men bu haqda maxsus izinib baxmadim. Ammo asarlarimda ozdir ko'pdir aks etmaymi qolmadim. Masalan, Hongit ko'li, bahorda yaqqan qor, orbitalarda. Ba'zi tanqidchilar qumliqning tushunimi shu bo'yicha tahlil qildi. Meningcha, ayol yozuvchi bo'lgan ekanman, ayollar huquqi masalasini albatta nazarimdan soqit qilish mumkin emas. Uning ustiga men ayollarni ancha odam qatoriga elib ketmaydigan feodallik an'ana ig'ir
Uyg'urdan iborat bir millatning a'zosi. Oddiysi hozirga qadar nurg'un kishilar meni ko'rsa, ha, yaxshi yozyapsiz. Ayollarning ichida xeyli yaxshi yozyapsiz juma deb qo'ydi. Menga bundaq gaplarning orqasida demak sizning bizdek erlarga tang bo'la olishingizga xeyli bor degan gap bordek to'yildi. Bizda ayollardan zodi yozg'uchi chiqmamdi degan savol meni tinimsiz qiynaydi. Savol: sizning povest ijodiyatiga bo'lgan qizg'inligingiz hikoya ijodiyatiga qaraganda kuchlikmi qandaq? Javob: men asarlarimni o'zimni povest yoki hikoya deb ayriy olmay qolaman. Mening yozganlarim umuman hikoyadan sal uzun, povestdan ixchamroq narsalar. Ishqilib bir parcha nasriy asar, bir temani aks ettirish uchun deydiganlarimni deb bo'libla qalamni qo'yaman. Qilcha uzartqim kelmaydi. Ichimda nihoyatda zo'r asar bo'lib chiqadigandek to'yilgan narsalar qog'ozga bichilganda 80-90 betlik originaldan oshmaydi. Ba'zida jumlalarim haddidan ortiq besilib, siqilib ketgandek to'yiladi. Shundaqdimi har qancha uzartay desammi, uzartolmay qolaman. Men qisqa hikoyalarni yaxshi ko'raman. Bir necha betlik chunqur mazmunli hikoyalar yuksak badiiy mahorat va ixchamlash kuchi bo'lishni talab qiladi. Bundan keyin bundaq hikoyalardanmi ko'proq yozish o'yim bor. Savol: siz odatda xam materialga qandoq erishyapsiz? Ijodiyat bilan shug'ullanayotgan chog'ingizda tasavvur kuchiga bakrak to'yinamsiz yoki amaliy vaqa, chin detallar ustida badiiy pishiqlash ilib berishga ko'ngil bo'lamsiz? Javob: Turpanning bo'yliq yesida tim-tim buloq deydigan bir mo'jizlik buloq bor ekan. Irmash-chirmash chatqallar, yeshil o'tchib, mux bilan qaplangan 10 metr uzunlikdagi egiz tik qiyoning hammali yeridan suv tomchib chiqib turadi ekan. Yerning tomir-tomirlaridan sirg'ib chiqayotgan ashu son-sanoqsiz tomchilar tövanga eqib tushib, kichikkina shir-shir eqinni hosil qilib va oxiri yig'ilib yo'g'on bir doshqozonni to'ldirdi ekan. Ashu suv xosiyatlik deb qorilib, bu yerga kelganlar uningdan qong'icha ichmay qolmaydi ekan. Ashu buloqning oldida turgan chig'imda ixtiyorsiz yuraklarim dupildab ketdi. Quloq tubimda son-sanoqsiz olmos tomchilarning chikildigan, shirqdigan ovozining qo'shilishidan hosil bo'lgan hayvatlik melodiya jaranglagandek bo'lib, vujudim larziga keldi. Men ashu hayvatlik qiyoni bir gigant vujudga, bu dunyodagi cheksiz boylikning bir bo'ligi bo'lgan ona zimin bilan tandosh, to'mirdosh bo'lgan jonliq, hissiyotliq bir insonga, ya'ni yozg'uchiga o'xshatdim. Uning tomir-tomirlaridan eqibotgani uning hayotliq sharbati, qiyni va jini emasmi? O hayotliq sharbatini zamindan oladi. Uni bir tomchidan insoniyatga taqdim qiladi. Meningcha haqiqiy yozuvchi ana shu tim-tim buloqqa, haqiqiy ulug' asar uning tomirlaridan urg'ib chiqqan xosiyatlik suyga o'xshaydi. Hayotlikning, jamiyatning bir a'zosi bo'lgan yozuvchi hayot haqidagi o'y-fikr, ta'sirotlarini ana shundoq tabiiy, dog'dug'isiz, minnatsiz baxsh etadi. Tabiatning mo'jizasi oldida biz insonlar naqadar bechora, arzimas-a? Demakchimanki, men ijodiyatdagi qandoqdir tema belgilab olish, vaqa, material yig'ib, ondan bir narsa yezishga tutish qilish yo'lidan gumonlanaman. Balkim
yıqqan materiallar içinde yazğıçının turmuş cuğlanması, fikir, hissiyatı bilen ma'lum jihatda birdek chiqib qoladigan, yazğıçının ilhamini qo'zg'aydigan omillar bo'lishimi? Mundaq asarlar ba'zida muvaffaqiyatli chiqib kelishimi mumkin. Lekin men mundaq asarlar umuman muvaffaqiyatli chiqmaydi deb qarayman. Solchilik adabiyot hukm surgan vaqtlarda yuqoridan yozuvchini temini belgilab, zarbidorlik bilan yozishga uyushtiradigan ish bor edi. Hozirmi ba'zi tanqidchilarning jo'yligandek palani temini ko'p yozding, pokoni temini yozmading, undaq tema kona, bundaq tema yangi ham muhim degandek gaplarni anglab qolamiz. Amiriyatda ular texcha solchilik bir taraflama qarashning ta'siridan qutulolmaganlardır. Meningcha ular yozuvchilarga qo'l ishlatishdan burun o'zlarining adabiyot haqidagi tushanchisini cho'nqurlashtirish kerak. Özümni elib etsam, men asar yozish uchun voqelik izlab ovora bo'lmayman. Nemishqidir boshqalar ta'sirlik ekan deydigan ba'zi mukammal voqeliklar menda qiziqish paydo qila olmaydi. Ammo tasodifiy anglab qolgan yerim yarti voqeliklar, biror ko'rinish, o'y fikr yoki ba'zi ishlar tushuniksiz holda ruhiy dunyoyimda zilzila paydo qiladi. Kallamga kirib chiqmaydi. İşkirlab o'ylagan seri tasavvurim qanotlanib, reallikdagi ko'rgan, anglagan son-sanoqsiz ushshaq detallar bilan qo'shilib, g'uvaraq bir umumiy qurilmani hosil qiladi. Shu chaqda qo'limga qalam olaman. Uni konkretlashtirib, zarur to'qilmalar bilan kirishtirib, ko'rinish va personajlarga tabiatga o'xshash jon va qon rang berish, mana bu eng jafoliq jarayon. Yeni bir ijodiy asarning dunyoga kelish jarayoni. Meningcha bu jarayon hargizmi butunlay subyektiv tasavvurga, to'qilmaga tayindigan jarayon emas. Asarning umumiy qurilmasi va voqealiklariga cho'nqur kishilik hayot falsafasi, sirliq va ajoyib g'aroyib hayot haqidagi o'ylanish, savol, reallik oldidagi tengir qoshlari, insonning mavjud bo'lib turish yo'lidagi jon tikib elishishlari, yuragining cho'nqur qatlamadagi hayajonli istaklari, bahakazalar singdirilishi, to'qilmalar reallikqa, turmush chinligiga uyg'un, aqlga muvofiq bo'lish kerak. Men voqelik qo'g'ilishadigan yuza to'qilmalarni yoqtirmayman. Adabiy asar uchun cho'qim mukammal voqelikning bo'lishi shart emas. Ammo mundaq deganlik ommabop adabiyotga tava voqelik hikoyalarni yo'qqa chiqarganlik emas. Men rasm chizishni yaxshi ko'raman. Kichik vaqtlarimda odam rasmini chizsam, cho'nglar odamning rasmini chizsang, u olamga borganda sen chizgan rasmlarning hammasi sendan jon talab qiladi deb qo'rqitadigan. Bu balkim xurofiylikdir. Men bugungi kunda har bir yozuvchi, san'atkorning o'zi yaratgan har bir personajga mushu olamdalar jon va qonga qarzdor bo'lib qolganligini tushunib yetdim. Sen ashu personajlaringga hayoting va yurak qiynoqni baxsh etmasan, u mangu tug'ma zaif, qiyni oz, g'alit o'limtik bo'lib tug'ilaverdi. Yozuvchilar mundaq bo'lib qolishning oldini olish kerak. Savol: siz o'z asarlaringiz to'g'riliq tanqidga yoki o'sak so'zlarga uchrabmi baxtingizmi? U masalalarga qarta qandaq pozitsiyada bo'ldingiz? Javob: yozuvchida oldi bilan turmushga va san'atga nisbatan samimiylik bo'lish kerak. Bu nuqtani amalga oshirmoq bakmi tez. Buningda subyektiv jihatdagi to'salg'ularni tugatgandimi, nurg'un obyektiv to'salg'ularga uchraydigan gap. Bo'libmi bizdagi o'rta asr ong saviyasida yashayotgan kishilar uchun
yana kelib ayollar uchun texmi shunda. Uning ustiga bizning kitobxonlarimiz saxta mukammallik, saxta axloq, diyonat va saxta kishilik munosabat madilindigan muhitda ana shundaq asarlarni ko'rib odatlangan. Mening ba'zi asarlarimdagi ayrim ko'rinish, tasvirlarga eslab olgan ba'zi kishilarning meni axloqsiz ayol bo'lsa kerak deyishganini angladim. Ba'zilarining asarlarimdagi ayol personajlarning kechirmishlarini o'z beshidan kechirganiga asosan yezibdi deganlarini angladim. Ammo adabiyotni tushunadigan, san'atga bo'lgan samimiylikni qadrlaydigan nurg'un kishilar yanada meni tushundi. Ularga rahmat. Men bu yerda kitobxonlarga shuni aytib qo'yishni loyiq topaman. Dunyoda o'zimning kechirmishlariga tayinib ijodiyat bilan shug'ullanaman deydigan hech qanday yozuvchi bo'lmasa kerak. Yuqoriqilardan boshqa ba'zilar menga sizning asarlaringizda nemishqa ijobiy personaj yo'q deb savol qo'yishdi. Men ularga mundaq javob beraman. Bir odam mayli u qandaq sharoitda yashagan, qandaq tarbiya olgan bo'lishidan qat'iy nazar, uning tug'ma tabiati yo'qolib ketmaydi. U mangu har kuni, har soat yaxshilik bilan yomonlik, tug'ma istak bilan ijtimoiy mas'uliyat, shayton bilan farishta o'tirsida tirishib tirmishidi, temir qaydi. Uning qalbini ba'zida farishtaning nurlari yo'ritsa, ba'zida shayton vasvasasi egallaydi. Mutlaq yaxshi yoki mutlaq yomon odam bo'lmaydi. Har bir odam turmush sahnasida ham ijobiy, ham salbiy personajdir. Mundaq deyish orqali mening asarlarim nuqsonsiz, kamolatga yetgan demoqchi emasman. Men adabiy ijodiyatga qadam qo'yg'ili uzoq bo'lmadi. Men yanada o'rganish, mashq qilish bosqichida. Biroq salomatligim ham sharoitim yor bersa, yirik, vaznlik asarlarni yozish planim bor. Lekin bugungi asarlarsiz, bugungi tirishchanliksiz atigi asar vujudga kelmaydi. Savol. Siz uchun hozir ijodiyat ishlaringizdagi eng zo'r to'salg'u qaysi? Men uchun navbatdagi eng zo'r to'salg'u vaqtning zishligi. Vaqt imkoniyat bo'lsa, real turmushni ko'proq o'rgansam, ko'proq material ko'rsam, dunyo adabiyotidagi mashhur asarlar bilan kengroq tanishsam deyman. Biroq xizmat depla onundan qalsa oila, bola chaqa g'iymi bilan armonlarimni amalga oshira olmay bo'g'ilib ketdim. Savol. Siz yaqinda ba'zi bir tarjima hikoyalarni e'lon qildingiz. Aniqki, tarjima qilish yozuvchining ijodiyatiga aktiv yoki passiv ta'sir ko'rsatadi. Siz tarjima jarayonida o'z ijodiyatingiz bilan tarjimaning munosabatida qanday masalalarni his qildingiz? Javob. Bultur Balzacning Shapir Shangsha nomli povestini, yana ba'zi hikoyalarni tarjima qildim. Men o'z ehtiyojim nuqtasidan mashhur adabiyot ustlarining asarlarini tarjima qilsam, yoziqchilik mahoratimni o'stirishimga foydasi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki tarjima shu asar ustidagi tadqiqot asosida vujudga chiqadi. Buning ijodiyatga albatta foydasi bor. Biroq eng yaxshisi hozirgi zamondagi ham badiiy mahorat, mazmun jihatlarda mukammalroq asar bo'lsa, texmi yaxshi bo'ladi. Lekin bu yanada vaqtga berib taqiladigan masala. Savol. Sizning ijodiyat usulingizda g'arb adabiyot iqimlarining ta'siri bormi yoki buningdan keyin bo'lishi mumkinmi? Javob. Mening ijodiyat usulim realizmlik ijodiyat usuli. Biroq men dunyo adabiyotidagidek tasvirga, jumladan psixik tasvirga bakrak e'tibor beraman. Men buni birarsini do'rab shakllantirgan emas. Bu faqat o'zimga oson ham qolayli, muvofiq to'yilgan usul.
Men hozircha bu usulimni mukammalashtirishim, beyitishimla mumkin. Chunki chet ellarning ijodiyat usulini qabul qilish o'lik do'ramchilik bo'lmasligi, badiiy mahoratini uzuksiz mukammallashtirish, bilim nazar doirasini kengaytirish, chet el adabiyot iqimlarini, uning falsafa nazariya asoslarini pishiq egallash asosida ijodiy jonliq yo'sinda amalga oshirish kerak. Kishilarning turmushiga, qalbiga yaqin asarlar har qanday joyda olqishga erishadi. Chet ellarning realizm uslubidagi nurg'un munavvar asarlari, kino, televiziya filmlari dunyo kishilarini hali ham jalb qilib kelmoqda. Ba'zi chet ellik tanqidchilar aytgandek, gap qaysi bir iqim uslubda emas, balki haqiqiy gigant talant egalarining ozayib ketayotganligida. Yana bir tarafdan olganda, g'arb dunyosida yo'qolib ketayotgani yolg'iz ma'lum bir uslubda emas, balki butkul adabiyot san'at. Yaqinqi yillarda g'arb adabiyotidagi har xil iqimlarning yo'qolishi bilan adabiyot o'z nishonini yo'qotib, mazmun jihatda yangi narsa topolmay, shakl jihatda quyuq yo'lga kirib qoldi. Bu holat kishilarni adabiyotdan texmo bezor qildi va adabiyotni tushkunlikka giriftor qildi. G'arb adabiyoti yuksak taraqqiyotdan keyin zavolliqqa yuzlanib. Xuddi g'arb adabiyoti bir izda turganda qaloq Latin Amerikasi adabiyoti portlash xarakterlik o'zgarish borliqqa kelganidek, endi navbat bizning adabiyotimizga keldi. Buning uchun adabiyotimiz jonliq, ko'p manbalik taraqqiyot imkoniyatiga erishdi. Shunga yangi narsalarni dodil qabul qilish kerak. Lekin bu qabul qilish hargizmi yerim yarda ko'rgan anglaganlarni o'lik ko'chirib kelish, birini ko'rib yana birini inkor qilish, chet elliklar allaqachon zerikkan, chaynilib ta'mi qolmagan narsalarni qarag'ularcha do'rash bo'lmasligi kerak. Biz adabiyotimizni o'zimizga xos uslubimiz, an'anamiz, e'tiqodimiz, madaniyatimiz asosida chetdan kirgan narsalarni o'z tuproqimizda o'zlashtirib, yiltiz tortqizib, rivojlantirishimiz kerak. Biz qachonki hech kimninkiga o'xshamaydi, faqat o'zimizga xos bo'lgan shundoq dunyoviy xarakterli bir yo'lni topsak, shu chaqda adabiyotimizdan umid bor bo'ladi. Bu meningmi tirishish nishoni. Men yangi to'g'ri fikrlarni xo'shallik bilan qabul qilishga har vaqt tayyor. Tugadi. Chiroyliq manzarlar bilan bu esil suhbat xotirasidan bahra olgan bo'lishimlarni umid qilaman. Bugun mushagicha o'qiylik. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishamiz. Xayr xo'sh.